İkinci bölüm 4. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Men emdi ko'rdigan kunlar oldimda o'xshaydi deb o'ylab o'tatdim. Bir ozdan keyin bir qancha kishini menga o'xshash putlarga zanjir silib ilib keldi. Men ularga bu nima ahvol deb ishorat qilsam, bugun sotqa boramiz deb ishorat qildi. Odat sotqa boradigan kishilarga mushundaq zanjir silib opirdi ekan. Ondan men va boshqa 7-8 kishini zanjir bilan bog'langan holda mashinaga soldi. Men mashinaning keyniga qarsam, keyni tarafdan ayol bolalarim va boshqa hamshiralarim minib kelgil turibdi. Men ularni ko'rib o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Ularni men bar mashinaga chiqardi. Bu mashina o'ttir to'silgan bo'lib, oldiga er kishilarni, keyin tarafga ayol kishilarni silib sotqa opirdigan mashina ekan. Ular mashinaga chiqqan vaqtda men texi yig'lab o'tatdim. Ularning holati beshida hech narsa yo'q, kaltiyan ko'ynak va turmiga xos uzun yopka kiygan bo'lib, ularning bu holatini ko'rib men qandoqmi yig'lamay tura olayman. Ondan mashina qo'zg'alib, biz bir oz mang'andan keyin men o'rnimdan turib bolalarning ismini chaqirdim. Ular mening ovozimni anglab, mashina dadam bor ekan deb to'lishib ketdi. Ondan ayolim va hamshirlarim mening ahvolimni so'rdi. Men ahvolim yaxshi, mendan ansirmanglar deb qisqig'in javob berdim. Ularning ko'zlari yosh edi. Men ularning ahvolini so'rsam, ayolim bizning ahvolimiz yaxshi, bolalarimiz yaxshi, sharoitimizmi yaxshi, bizdan g'am qilmang deb menga tasalli berib o'tatdi. Ayolim, hamshirlarim mening ko'nglimni yerim bo'lmasin deb shundoq deb o'tatdi. Men yana bir yangi tug'ilgan bolaning ahvolini so'rdim. U salomatkan. Men ularga "Men raskab qilinglar, ahvolinglar ras yaxshimi?" deb qayta so'rdim. Hamshirlar, "Alloh bolalarning sababi bilan bizga keng rizq berib atadi. Sharoitimiz yaxshi, yeydigan narsalarimiz bor. Bizdan g'am qilmang" dedi. Buni anglab ko'nglim bir oz bo'lsin joyiga tushdi. Ondan biz sotqa yetib kelganda hammamiz mashinadan tushdik. Ular mening putumdagi zanjir kishanni ko'rib yig'lab ketdi va odatsiz turmidimi shundoq turdi ekansizda deyishdi. Men ularga tushundirib, "Yo'q, undaq emas. Faqat sotqa kelganim shundoq qildi ekan" degan bo'lsam-mo, lekin ularning yig'ilishi tex to'xtamagan edi. Amdili 7 yoshlarga kirgan o'g'lim Sirojdan zanjirni qo'li bilan uzib o'tadigandak zanjirni tortib har xil harakatlarni qilib o'tadi. Men uningga "O'g'lim, bu zanjir undaq oson uzilmaydi" dedim. Ondan Sumayya qizim kelib, aksiga yordamlashib zanjirni u tarafga bu tarafga tortib, meni zanjirdan chiqarishga urinib baqatdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Amaliyoti bu zanjirni 5 yoshlik bu qiz emas, balki eng kuchli odam bo'lsa-mo, bu zanjirni uzish mumkin emas edi. Qizim bir qo'li bilan zanjirni tutib, yana bir qo'lda qo'llarimni mahkam tutib turardi. Bizni sotning soqchilari bu yerdagi mehnat kamerada xeyli uzun saqlab turishimizni aytdi. Meni boshqa kameraga, ayollarni boshqa kameraga solgan edi. Men soqchiga bolalarimni men bilan birga qo'ygan dedim. Ularga ma'qul bo'ldi. Shunda qilib men sotga chiqib bo'lguncha 3 bolam bilan jam bo'lgan edim. Biz sot maydoniga chiqib xeyli uzun vaqt o'tgandan keyin bizni sotdan bugun turmaga qaytib ketib, keyingi hafta qaytib kelishimizni buyuribdi. Kech bo'lganda bizni ilib kelgan mashina yana bizni ilib turmaga qaytib ketdi. Yo'lda mang'ach ayol bolalarimga va hamshirlarimga ko'p sabrlik bo'lishni, Allohni ko'p eslashni, inshaalloh pat yaqinda qutlib ketadiganimizni deb ko'p nasihatlarni qildim. Turmaning oldiga kelganda ayollar turmasiga ilib ketdi. Bu vaqtda men shundoq o'ylab ketdimki, xuddi men ulardan mangulik ayrilib qolgandek. Yenimdagi boshqa kishilar menga bir nimalarni deb jiq gaplarni qilgan bo'ldi. Men ularning sabr qil degan gapini tushundim. Men bolalarim bilan ko'rishib, ularning ahvolini bilib xili yengillab qolgan edim.
g'amni ko'p qilmagan bilan yana g'amsiz o'tkilib bo'lmaydi ekan. Keyingi haftaning kelishini 4 ko'z bilan kutib, Allohdan g'alaba va nusrat so'rab turdim. Shunday qilib, turmaga kelgili bir hafta bo'lib qolgan edi. Bir kuni yangi kelganlarni maydonga chaqirib, necha guruhga bo'lib, turli ishlarga soldiganligini aytdi. Men shu guruhlarning biriga a'zo bo'lib, ular bilan birga ishlaydigan bo'ldim. Siz buni bek yaxshi ish deb o'ylab qolmang. Yengil tozlik qilish, axlat to'shish va boshqa. Biz bir haftadan keyin yana sotga keldik. Bugunmi ballalarim bilan ko'rishib, o'zimni shundoq yengil his qilyapatdim. Ballalarim shundoq xushal edi. Ayolimning deyishicha, ballar boshqa vaqtdagi qaraganda bugun sizni ko'rganlik uchun nihoyat xushal deydi. Bugun bizni qarindoshlardan ikki Uyg'ur sotning oldida saqlab turibdi ekan. Ular bizga tamoq va pul berdi va ularning bizni qutqizish uchun kelganligini, pat yaqinda turmadan elib chiqib ketilganligini aytdi. Ammo bu qitimmo bizga sotdan hech nima demasdan yana turmaga qaytarib etdi. Atgan meni turma yangratqusi chaqirdi. Endi nima ish bo'lgandi? Ya sotga chiqadigan kun bo'lmasa, ya meni boshqa yerga yutgandigando degan har xil xiyol meni chirmab oldi. Ondan yotoqning ishga ichilib bir g'alchi meni chaqirdi. U g'alchi meni ilgari putimga zanjir solgan yerga ilib kelgan edi. Men nim bo'lganini bilamay tursam, menga bir nimalarni deb putimga zanjir silab, "Sen bugun sotga borsan" dedi va bugun sotga boradigan boshqa kishilarning yeniga akilib qo'yib ketdi. Bu qitim sotga boradiganlar faqat 2 odam bo'lib, bir men, yana bir boshqa bir odam edi. Shuning bilan men yana sotga keldim. Bugun bizni boshqa yerdagi sotga kelgan edi. Bu qitim turmadan chiqib ketsizlar deb bizni to'liq xushal qilgan edi. Bugun turmaga qaytgan vaqtimizda boshqacha xushal edik. Bu arliqda ayol ballalarimni haliqi sotdagi 2 Uyg'ur birodarlar yo'qlab beribdi. Keyingi qitim sotga chiqish vaqtim yetib keldi. Bizni yana sotga elib keldi. Bugunmi 2 Uyg'ur qarindoshlarimiz bizni saqlab turgan ekan. Men boshda bilmabdiman. Saqchilarga bir nimalarni deb, men turayotgan kameraning oldiga kelib menga salom qildi va inshaalloh bir hafta ichida chiqib ketsizlar dedi. Ular bizga umid berib, inshaalloh kelarki jumada billa o'ltirib Istanbulda lag'ma yeymiz degach azroq pulni menga berib va ayol ballalarimga pul berib qo'yib xo'shlashib ketdi. Bizmi kech bo'lganda turmaga qaytdik. Lekin bu bir hafta shuncha asta o'tib o'tdi. Oxiri bu haftami to'shib, biz sotga keldik. Bugun chiqib ketamiz degan umid tursak, oldingi qitim men bilan ko'rishgan birodarning pul almashtirish jarayoni tutilib qilib, ishning keyniga surilib ketganligini aytdi. Qani bu haftani taqozolik bilan ta'sir o'tkazganlik xushallik. Qani bizning chiqib ketish orzu emas. Ayol ballalarimning va hamshirlarimning ko'ngli meningkidan bakrak yerim holda yana turmaga qaytdik. 3 kundan keyin yana keldiganligimizni aytdi. Shunda qilib 3 kundan keyin yana sotga keldik. Sotdan bizning bugun turmadan chiqib ketilganligimizni aytdi. Aslida tutilib qolgan birodar bizning ishlarimizni bitirib bo'pti ekan. Biz yana turmaga qaytib bir oz vaqtdan keyin bizni rasmni qo'yib beramo degan xiyollar bilan turishimizga saqchi kelib, menga narsa keraklaringni ol dedi. Ondan meni ilib kichik uyning oldiga kelganda to'xtatib, badallarimni tekshirgandan keyin turmadan chiqib mashinaga soldi. Mashinada ayol ballalarim va hamshirlarim bor ekan. Ularni ko'rib shunchalik xushal bo'ldimki, uni tasvirlashga ojiz kelaman. Biz oxiri turmadan qutuldik deb mangdik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به